Allohim, bu Ramazonni do'stim uchun xayrli qil. U hammaga kuchli ko'rinadi, lekin sen bilasan, ba'zan ichidan sinib qoladi. Ayta olmaydigan gaplari, hech kimga ko'rsatmaydigan og'riqlari bor. Odamlarga kulib yuradi, lekin o'zi boshidan nima o'tayotganini juda yaxshi biladi. Ya Robbim, uning yuragini yengil qil. Ko'ngliga taskin ber. U kutayotgan yaxshilikni kechiktirma. Niyatlarini yo'lda qoldirma. Qayerda adashsa, o'zing qo'ldan tutib to'g'ri yo'lga sol. Gunohlarini kechir. Qalbiga nur ber. Rizqini keng qil, duolarini javobsiz qoldirma. U hech kimga ayta olmagan orzularini sen amalga oshir. Allohim, bir kuni chin yurakdan rahmat Robbim deb ayta oladigan darajada baxt ber. Robbim, haj bilan teng savob beriladigan Ramazondagi umrani ikkimizga nasib et.